Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa navbatdagi sotilgan komplektimizni, zakazimizni olib kelib o'rnatib berdik. Komplekt holati akkuratniy holatda ichki fasad to'liq sasnada bo'lgan. Tepalar naqshlar ponni MDF, plastmassa gulmas. Mana bir ko'rsanglar ham bo'ladi. MDFda o'yib chiqarilgan. Hamma tepadagi fasad gullar, hatto mana o'zining qo'lidagi gullari, pastdagi gullari ham xudo xolasa to'liq MDF. Mana bir ko'rsanglar, stoli ham akvarium qilib ishlangan. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Narxi necha pul deydiganlarga narxini jigarlar xuddi shu holatini komplektiga mana 3 ta tumbichkasi, pufiga ham katta xudo xolasa akkuratniy holatda ish sifatiga xudo xolasa gap yo'q. Stolini o'zi addenniy holatda o'zi 3,5 million so'mgacha chiqadi mana shu stolni o'zi, lekin komplekt holatini akamiz uyiga chiroyli holatda olib kelib o'rnatib berdik. Xuddi shu holatini 7,5 million so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Manzilimizni bilasizlar, Andijon viloyati Oltinko'l tumanida joylashgan. Andijon shahar bo'ylab dastavkamiz mutlaqo tekin. Uzoqroq joyga borsak, adreslarni aytib qo'yapmiz, lekin bu Andijon shahar ichiga olib borgan joylarimizni adresni aytmayapmiz, to'g'ri tushunasizlar. Dastavka tekin degani u, adres aytmaganimiz, adresni aytsak, agar chekkaroq joylar, boshqa viloyatlar bo'ladigan bo'lsa, dastavka pulli bo'ladi. Xuddi shu holatini 7,5 million so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Ichki fasad aytganimdek to'la sasna yog'ochda bo'lgan, tashqi fasadlar MDF. Machalkalariga keladigan bo'lsak ham, machalkasi ham mana ancha qalin, xudo xolasa mana 15. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Bundan arzonroq variantlari ham bor. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, akkuratniy holatda sifatli ishlarimizni chiroyli holatda olib borib o'rnatib beramiz. Manzilni bilasizlar, Andijon viloyati Oltinko'lda joylashgan. Pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqib, Telegram kanalimizga kirib ko'rsanglar ham batafsil ma'lumotlarni ko'rsatib o'tamiz azizlar.